Assalomu alaykum musofirday akalarimiz. Xudo xolasa sizlarga ketish yoki qaytish biletlari zarur bo'ladigan bo'lsa, bugungi videomizda Yevropa davlatlari hamda O'rta Osiyo davlatlaridagi bilet narxlari bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Biz hozir Bobur akam bilan birgalikda to'liq ma'lumotlarni yetkazib beramiz. Bobur aka iloji bo'lsa asosiy davlatlarda Yevropa hamda Osiyo davlatlarini asosiylarini tanlab, biletlarning narxlari bo'yicha ma'lumot bersangiz aka. Bizda hamma davlatlarga aviabiletlarimiz bor. Shulardan o'z talabi kuchlilarini sizga aytib o'taman, narxlarni tanishtirib. Toshkentdan Amerikaga har kuni reysimiz bo'ladi. Uni ikkita bagajligi 10 million 275 ming so'm chiqadi. Bitta bagajligi 885 ming so'm chiqadi. Toshkentdan Latviya, Rigaga ham biletlarimiz bor. Uni ham reysi har kuni bo'ladi. Bagajligi 3 million 840 ming so'm chiqadi. Bez bagaji 3 million 350 ming so'm chiqadi. Toshkentdan Belorussiyaga, Minskga ham aviabiletlarimiz bor. Uni ham har kuni reysimiz bo'ladi. 3 million 410 mingga bagaji bilan 3 million 60 mingga bez bagaj chiqadi. Endi O'rta Osiyoga keladigan bo'lsak, uni talabi kuchlilari hozir Xitoy bilan Koreya bo'lyapti. Toshkentdan Xitoyga Guanzhouga 24-kunda reysimiz bor. Ikkita bagajligi 3 million 960 ming so'm chiqadi. Bitta bagajligi 3 million 270 ming so'm chiqadi. Toshkentdan Xitoyga Urumchiga unga har kuni reysimiz bo'ladi. Ikkita bagajligi 2 million 770 ming so'm chiqadi. Bitta bagajligi 2 million 210 ming. Toshkentdan Koreyaga Incheonga unga ham har kuni reysimiz bo'ladi. Uni ham ikkita bagajligi 3 million 935 ming so'm, bitta bagajligi 3 million 385 ming so'm chiqadi. Xudo xolasa videoda qaysi vaqtda qayerdan ko'rishingizdan qat'iy nazar ekrandagi raqamlar Bobur akam o'zlari javob beradilar. O'sha kungi bilet narxlarini aloqaga chiqsangiz tanishtirib beradilar. Bundan tashqari boshqa joylarga biletlar zarur bo'ladigan bo'lsa ham barchasini onlayn rasmiylashtirsa bo'ladi, aka. Albatta, Telegram orqali pasportlarni tashlab bersa, biz onlayn aviabiletlarni rasmiylashtirib tashlab beramiz. To'lovini klik orqali to'lov qilishaveradi. Xudo xolasa akalar bemalol o'ylanmay ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqishliklaring mumkin bo'ladi. Biletlarni arzon, optim narxlarda ko'rish uchun, narxlarni kuzatib borish uchun biz YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.